Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ikki xil usulda tovada pizza tayyorlash usulini o'rgatmoqchiman. Juda ham oson, 5 minutda tayyor bo'ladi. Buning uchun bizga ozgina yog' solib olamiz. 3 dona tuxumimizni yaxshilab aralashtirib chaqib olamiz. Va ketidan kolbasalarimizni mayda qilib to'rab solib olamiz. Ozgina tuxumimiz qotgunga qadar qopqog'ini yopib turamiz. Ozgina qotib olgandan so'ng olib, lavash xamirini ustiga qo'yib olamiz. Yana ozginaga qo'yamiz. Ozgina turgandan so'ng endi ag'darib olamiz. Ag'darib olib, ustiga eriydigan sir qo'yib olamiz. Yaxshi eriydigan, tabingizga qarab, qanday sir bo'lishidan qat'iy nazar, eriydigan sir bo'lsa yaxshi. Endi pomidor terib olamiz ustiga. Terib olganimizdan so'ng yana ozginchagina sirlari erigunga qadar qopqog'ini yopib turamiz. Mana tayyor bo'ldi pizzamiz. Juda ham oson, yumshoqqina, farzandlar maza qilib yeydigan pizza bo'ldi. Sizlar ham albatta shu usulda tayyorlab ko'ring. Juda ham oson, yumshoq bo'lib tayyor bo'ladi va vaqtingizni tejaysiz. Ertalabki nonushtadan juda ham tez tayyor bo'ladi. Yumshoqqina. Endi ikkinchi usulni o'rgatmoqchiman. Bu ham shunaqa usulda. Kolbasalarni katta-katta qilib to'ralganini terib olamiz. Ozginchagina yog' quyib tovamizga birin-ketin joylashtirib olamiz kolbasalarimizni. Men doktorskiy kolbasadan foydalandim. Kopchonniy kolbasadan ham foydalansa bo'ladi. Endi 2 dona tuxumimizni yaxshilab aralashtirib, ustiga quyib olamiz. Quyib olganimizdan so'ng ozgincha qotib oladi. Qotib olganimizdan so'ng unga ham lavash xamirini dumaloq shakldagini ustiga qo'yib olamiz. Ustiga qo'yib olib, ozginchagina dam oldiramiz, tuxumi qotib olgunga qadar. Endi xamirimizni ag'darib olamiz. Buni ustiga ham o'sha eriydigan sirni yaxshilab sepib olamiz. Sepib olganimizdan so'ng pomidorlarimizni terib olamiz ustiga. Ozginchagina qo'yamiz, ko'p emas, sirlari erigunga qadar. Mana bu ham tayyor bo'ldi. Endi kesib olamiz va dasturxonga tortamiz. Azizlar, agarda sizlarga retseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha sog'-omon bo'ling deyman.